Bugun 5-dekabr o'zbek futboli tarixidagi navbatdagi muhim sana. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk bor Jahon chempionati 2026 yo'llanmasini qo'lga kiritganidan so'ng bugun turnirning guruh bosqichida qaysi jamoalarga qarshi maydonga tushishini bilib oladi. Qur'a tashlash marosimi AQShning Vashington shahrida bo'lib o'tadi va Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Tadbirda O'zbekiston nomidan Sport vazirligi, Milliy olimpiya qo'mitasi va O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbarlari ishtirok etmoqda. Shuningdek, AQSh va Meksika prezidentlari Donald Tramp va Klaudiya Sheynbaum hamda Kanada bosh vaziri Mark Karni 3 mamlakatda bo'lib o'tadigan Jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimida ishtirok etishlarini tasdiqladi. Hozirda turnirdagi 48 nafar ishtirokchidan 42 nafari aniqlangan. Meksika va Kanada 13 tadan o'yin o'tkazadi, AQSh esa 78 ta o'yinni qabul qiladi. Ushbu qur'a natijalari terma jamoaning Jahon chempionatidagi raqiblarini aniqlabgina qolmay, musobaqadagi strategiyasi va tayyorgarlik jarayoniga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jahon chempionati 2026-yilning 11-iyunidan 19-iyuliga qadar bo'lib o'tadi.